Naruto olamida klanlar juda ham ko'p va ularning har biri alohida kuchga ega. Bugun biz Naruto animesidagi mashhur klanlar haqida gaplashamiz. Klan a'zolari odatda o'ziga xos qobiliyat, an'ana yoki kuchga ega bo'ladi va bu narsa avloddan avlodga o'tib boradi. Shuning uchun ham klan bu shunchaki oila emas. Bu o'z tarixi, kuchi va obro'siga ega bo'lgan katta sulola hisoblanadi. Anime dunyosida, ayniqsa Naruto olamida klanlar juda ham muhim rol o'ynaydi. Chunki ko'plab ninja qobiliyatlari aynan klan orqali meros bo'lib o'tadi. Masalan, Uchiha klani o'zining Sharingani bilan mashhur bo'lsa, Hyuga klani Byakugan ko'z texnikasi bilan tanilgan. Demak, Naruto olamidagi klanlar bu shunchaki oilalar emas. Ular butun ninja tarixini shakllantirgan kuchli sulolalar hisoblanadi. Uzumakilar klani bu Naruto olamidagi eng sirli va eng kuchli klanlardan hisoblanadi. Bu klan a'zolari juda ham katta chakra zaxirasiga, kuchli hayot energiyasiga va eng muhimi Fuinjutsu muhrlash texnikalari bo'yicha ustunlikka ega bo'lgan. Uzumaki klani aslida Uzumaki qishlog'i Uzeshigakuridan kelib chiqqan. Bu qishloq dengiz girdobi mamlakatida joylashgan bo'lib, uning belgisi ham spiral shaklda bo'lgan. Aynan shu spiral ramzi keyinchalik Konoha ninjalari kiyimida ham paydo bo'ldi. Chunki Konoha va Uzumaki klani o'rtasida juda ham yaqin ittifoq bo'lgan. Nega aynan Uzumakilar klani juda ham mashhur bo'lgan? Uzumaki klanining asosiy kuchi muhrlash texnikalari edi. Ular juda ham murakkab fuinjutsularni yaratish va ishlatishda tengsiz bo'lgan. Hatto eng xavfli mavjudotlar ham aynan Uzumaki muhrlari orqali qamalgan. Masalan, 9 dumli tulki Kurama ham aynan muhrlash texnikasi orqali muhrlab qo'yilgan. Bu texnika Minato Namikaze tomonidan ishlatilgan bo'lsa-da, uning asoslari Uzumaki klanining bilimlariga borib taqaladi. Uzumaki klanining yana bir kuchli tomoni bor. Bu klan a'zolari juda ham kuchli hayotiy energiyaga ega bo'lgan. Shuning uchun ular juda ham uzoq yashay olgan. Og'ir jarohatlarni tez tiklagan, katta chakra talab qiladigan texnikalarni ishlata olgan. Nega aynan Uzumakilar yo'q bo'lib ketgan va juda ham oz miqdorda qolgan? Uzumaki klani shu qadar kuchli bo'lganki, boshqa mamlakatlar undan qo'rqishni boshlagan. Ularning muhrlash texnikalari juda ham xavfli hisoblangan. Agar bunday kuch dushman qo'liga tushsa, katta muammo bo'lishi tayin edi. Shuning uchun ham bir necha davlatlar birlashib Uzumaki qishlog'iga hujum qiladi. Natijada Uzumaki klani deyarli butunlay yo'q qilinadi. Faqat ozgina a'zolari tirib qoladi va dunyo bo'ylab tarqalib ketadi. Bu klanning eng mashhur vakillari Naruto Uzumaki, Kushina Uzumaki, Nagato Uzumaki, Karin Uzumaki hisoblanadi. Ularning barchasida Uzumaki klaniga xos bo'lgan katta chakra zaxirasi va kuchli hayot energiyasi mavjud. Uzumaki klani bu shunchaki kuchli ninja oilasi emas. Bu klan butun ninja dunyosini qo'rqitgan muhrlash ustalari edi. Va ehtimol shuning uchun ham ular tarix sahnasida deyarli yo'q qilib yuborildi. Sizga Uzumakilar yoqadimi? Agar yoqsa, kommentariyada yozib qoldiring. Uchiha klani Naruto olamidagi eng mashhur va eng qo'rqinchli klanlardan biri hisoblanadi. Bu klan o'zining kuchli ko'z qobiliyati Sharingani bilan tanilgan. Uchiha klani aslida Hogoromo Otsutsukining o'g'li Indra Otsutsukidan kelib chiqadi. Indra otasidan chakra kuchi va ko'z texnikasini meros qilib olgan va aynan shu kuch keyinchalik Uchiha klanining asosiga aylangan. Uchiha klanining eng katta ustunligi Sharingan ko'zlari. Bu ko'z qobiliyati egasiga bir nechta imkoniyatni beradi. Masalan, raqibni harakatlarini oldindan ko'rish, genjutsu, ya'ni illyuziya texnikalarini ishlatish, ninjutsu texnikalarini nusxalash, jang paytida tezkor tahlil va tez qaror qabul qilish. Sharingan odatda kuchli emotsiyalar yoki travma natijasida uyg'onadi. Shuning uchun Uchihalar ko'pincha juda kuchli his-tuyg'ular bilan bog'liq bo'ladi. Sharinganning yana bir kuchli shakli bor. Bu Mangekyo Sharingan deb ataladi. Bu ko'z faqat katta yo'qotish yoki chuqur ruhiy zarbadan keyin uyg'onadi. Mangekyo Sharingan juda ham kuchli texnikalarni beradi. Masalan, Amaterasu, so'nmaydigan qor oruv, Tsukomi, kuchli genjutsu, Susanoo, chakra himoyasi. Ammo bu kuchning salbiy tomoni ham bor. Mangekyoni uzoq ishlatish ko'zni asta-sekin ko'r qilishni boshlaydi. Bunga misol qilib Itachini keltirsak bo'ladi. U ham o'zidagi Mangekyo Sharingani ko'p ishlatadi va natijada ko'zlarni ko'rish qobiliyati asta-sekin yomonlashadi. Uchiha klani Konoha qishlog'ining asoschilaridan biri bo'lgan. Ularning yetakchisi Madara Uchiha edi. Ammo vaqt o'tishi bilan Konoha rahbariyati Uchiha klaniga ishonmay qo'ydi. Klan qishloq chetiga ko'chirildi va asta-sekin siyosiy bosim kuchaydi. Natijada Uchiha klani ichida davlatga qarshi to'ntarish rejalari paydo bo'ldi. Konoha rahbariyati bu to'ntarishni to'xtatish uchun juda ham og'ir qarorni qabul qildi va u yerdagi barcha mas'uliyatni Itachi Uchiha o'z bo'yniga oldi. Boshqacha qilib aytganda, unda boshqa yo'l qolmagandi va bunda Danzoni ham qo'li bor edi. Bu haqida boshqa videoda gaplashamiz. Itachi yashirin topshiriq asosida deyarli butun Uchiha klanini yo'q qildi. Faqat bitta odamni tirik qoldirdi. Uning ukasi Sasuke Uchihani. Bu voqea Naruto tarixidagi eng katta fojialardan biri hisoblanadi. Uchiha klanining eng mashhur vakillari Madara Uchiha, Itachi Uchiha, Sasuke Uchiha, Obito Uchiha hisoblanadi.
Ularning barchasi ninja tarixidagi eng kuchli jangchilar hisoblanadi. Bundan tashqari Fugaku, Shisui va juda ko'p Uchihalar bo'lgan va ularni ham o'ziga yarasha kuchli va ojiz tomonlari bo'lgan. Uchiha klani bu shunchaki kuchli ninja oilasi emas. Bu klan nafrat, yo'qotish va kuch o'rtasidagi murakkab hikoya edi. Va ehtimol aynan shu sababli Uchiha nomi Naruto olamidagi eng qo'rqinchli va eng mashhur klanlardan biri bo'lib qolgan. Hyuga klani Naruto olamidagi eng qadimiy va eng hurmatga sazovor klanlardan biri hisoblanadi. Bu klan o'zining noyob ko'z qobiliyati Byakugan bilan mashhur. Agar Uchiha klani Sharingan bilan tanilgan bo'lsa, Hyuga klani esa ko'rish va chakra nazorati bo'yicha mutlaqo boshqa darajaga ega bo'lgan. Hyuga klanining eng muhim xususiyati Byakugan. Byakugan egasiga atrofdagi dunyoni oddiy odamdan mutlaqo boshqacha ko'rish imkonini bergan. Bu ko'z orqali ninja juda uzoq masofani ko'ra oladi. Deyarli 360 gradusni ko'rish qobiliyatiga ega bo'lgan. Odam tanasidagi chakra oqimini ko'ra olgan. Yashirin yoki to'siq ortidagi ninjalarni ham sezish mumkin bo'lgan. Shu sababli Byakugan ko'pincha eng yaxshi kuzatuv va razvedka ko'zi hisoblanadi. Hyuga klani faqat ko'z qobiliyati bilan mashhur emas, ularning o'ziga xos jang san'ati ham bor. Bu uslub Gentle Fist deb ataladi. Oddiy jang uslubida ninja raqibning tanasiga kuch bilan zarba beradi, ammo Gentle Fist uslubida nishon tana emas, chakra tizimi bo'ladi. Hyuga jangchilari raqib tanasidagi chakra nuqtalariga zarba berib, uning chakra oqimini to'sib qo'yishi mumkin. Natijada raqib texnikalarini ishlata olmaydi. Tanasi asta-sekin zaiflashadi. Jang qobiliyatlari yo'qoladi. Shu sababli Hyuga jangchilari ko'pincha nihoyatda aniq va xavfli jangchilar sifatida tanilgan. Hyuga klani o'zining an'analariga juda ham qat'iy rioya qiladigan klan hisoblanadi. Klan ichida ikki asosiy tarmoq mavjud: asosiy oila va yon oila. Asosiy oila klanning yetakchiligini olib boradi va klanning sirlarini saqlaydi. Yon oila esa klanni himoya qilish va unga xizmat qilish vazifasini bajaradi. Bu tizim klan ichidagi tartib va xavfsizlikni saqlash uchun yaratilgan. Hyuga klanida juda ham mashhur ninjalar bo'lgan. Masalan, Hinata Hyuga kuchli iroda va muloyim xarakteri bilan tanilgan. Neji Hyuga juda ham iste'dodli va aqlli jangchi. Ayniqsa Neji Hyuga o'zining jang uslubi va Byakugan ustunligi bilan ko'plab ninjalarni hayratda qoldirgan. Hyuga klani bu faqat kuchli ko'z egalari emas, u klan aniqlik, nazorat va intizomga asoslangan jang san'ati bilan tanilgan va Byakugan kuchi tufayli Hyuga nomi ninja dunyosidagi eng hurmat qiladigan klanlardan biri bo'lib qolgan. Senju klani Naruto olamidagi eng muhim va eng qadimiy klanlardan biri hisoblanadi. Agar Uchiha klani kuchli ko'z texnikalari bilan mashhur bo'lsa, Senju klani o'z muvozanati, kuchli chakra va turli texnikalarni mukammal o'zlashtira olish qobiliyati bilan tanilgan. Bu klan ninja tarixida juda ham katta rol o'ynagan. Hatto bugungi ninja tizimining shakllanishida ham Senju klanining ta'siri juda ham katta bo'lgan. Senju klanining ildizi juda ham qadimga borib taqaladi. Ularning ajdodi Ashura Otsutsuki, u esa mashhur donishmand Hagoromo Otsutsukining o'g'li bo'lgan. Ashura o'zining akasi Indra Otsutsukidan farqli ravishda kuchini yolg'iz emas, balki hamkorlik va birlik orqali rivojlantirish g'oyasiga ishongan. Shu sababli uning avlodlari bo'lgan Senju klani ham ko'pincha jamoa bilan ishlash va muvozanatli jang uslubi bilan mashhur bo'lgan. Senju klani biror bir maxsus ko'z texnikasi yoki yagona qobiliyat bilan cheklanmagan. Ularning asosiy ustunligi har bir texnikalarni mukammal darajada o'zlashtira olish edi. Senju ninjalari kuchli chakra zaxirasiga ega bo'lgan, xuddi Uzumakilar kabi. Turli ninjutsularni tez o'rganish qobiliyatiga ega bo'lgan, xuddi Uchihalar kabi. Jang paytida moslashuvchan strategiyalarni ishlata olgan. Shu sababli ular ko'pincha eng universal va eng xavfli klanlardan biri deb hisoblangan. Naruto tarixining katta qismi davomida Senju klani va Uchiha klani o'rtasida kuchli raqobat mavjud bo'lgan. Bu ikki klan ko'pincha turli janglarda qarama-qarshi tomonlarda turib kelgan. Ammo vaqt o'tib ikki buyuk ninja, Hashirama Senju va Madara Uchiha ninja dunyosidagi yangi davrni boshlashga harakat qiladi. Natijada ular birgalikda Konoha qishlog'iga asos solishadi. Bu voqea ninja tarixidagi eng muhim burilishlardan biri bo'lgan. Senju klanining eng mashhur vakillari Hashirama Senju. U nafaqat kuchli ninja, balki tarixdagi birinchi Hokage ham bo'lgan va bir vaqtlar kuch-qudratda tengi yo'q Madara Uchiha bilan do'st bo'lib, yelkama-yelka jang qilgan. Keyinchalik bu do'stlik dushmanlikka aylanadi. Hashirama juda ham noyob qobiliyatga ega bo'lgan. Bu ham bo'lsa Wood Release texnikasi. Bu qobiliyat orqali u daraxtlarni yaratishi, ulkan o'rmonlar hosil qilishi, hatto juda ham kuchli mavjudotlarni ham nazorat qilishi mumkin edi. Shu sababli Hashirama ko'pincha Naruto tomoshabinlari tomonidan sevimli Senju klaniga mansub qahramon sifatida tanilgan. Vaqt o'tishi bilan Senju klani a'zolari boshqa oilalar bilan aralashib ketishdi. Natijada klan asta-sekin alohida nom sifatida kamayib bordi.
Ammo uning merosi ninja dunyosida saqlanib qoldi. Masalan, Tsunade Senju klanining avlodlaridan biri. U ham keyinchalik Konoha Hakagesiga aylanadi. Bu esa Senju klanining ta'siri uzoq vaqt davom etganini ko'rsatadi. Shu o'rinda sizlarga James Fire donat xizmatini tavsiya qilib o'taman. Bu donat servis orqali siz juda ham ko'p mobil o'yinlarga donat qila olasiz. James Fire donat xizmatidan siz ham foydalaning. Servis havolasi video ostida va kommentariyasida bo'ladi. Nara klani Naruto olamidagi eng aqlli va strategik klanlardan biri hisoblanadi. Agar boshqa klanlar kuch yoki maxsus ko'z qobiliyatlari bilan mashhur bo'lsa, Nara klani esa aql, strategiya va taktika bilan ajralib turadi. Ularning asosiy qobiliyati soya texnikalari. Eng mashhur texnika soya jutsusi. Bu texnika orqali ninja o'z soyasini cho'zib, raqib soyasiga ulaydi. Agar bu amalga oshsa, raqib ninja harakatlarini takrorlashga majbur bo'ladi. Bu jangda juda ham xavfli texnika hisoblanadi, chunki raqib deyarli harakatlana olmay qoladi. Buni biz Chunin imtihonlarida ko'rishimiz mumkin. Nara klani a'zolari ko'pincha juda yuqori IQ, strategik fikrlash, jangni oldindan rejalashtirish bilan mashhur. Masalan, Shikamaru Nara Naruto hikoyasidagi eng aqlli ninjalardan biri hisoblanadi va birinchilardan bo'lib Chunin darajasiga erishgan ninja edi. Akimichi klani kuch va jismoniy chidamlilik bilan mashhur klanlardan biri. Bu klanning asosiy qobiliyati tana hajmini o'zgartirish texnikalari. Akimichi ninjalari o'z tanasidagi chakra orqali kaloriyalarni energiyaga aylantirib, tana hajmini kattalashtira olardi. Masalan, qo'llarini gigant darajada kattalashtirish, butun tanani ulkan qilish, juda kuchli zarbalar berish eng mashhur texnikalardan biri o'z tanasini kattalashtirib, raqibga kuchli zarba berish edi. Bu texnikada ninja o'z tanasini katta shar shakliga keltirib, katta tezlik bilan raqibga hujum qiladi. Bu klanning mashhur vakili Choji Akimichi. U dastlab oddiy va muloyim ko'rinsa ham, jang paytida juda ham kuchli ninja ekanligini ko'rsatadi. Yamanaka klani aql va ruhiy texnikalar bilan mashhur klanlardan biri. Ularning asosiy qobiliyati ong va ruh bilan bog'liq texnikalar hisoblanadi. Eng mashhur texnika Mind Transfer Jutsusi. Bu texnika orqali Yamanaka o'z ongini boshqa odam tanasiga yuborishi mumkin. Natijada raqib tanasini vaqtincha boshqarish, ma'lumot olish, jang paytida strategik ustunlikni olish mumkin edi. Yamanaka klani ko'pincha razvedka va axborot yig'ish sifatida ishlatilgan. Ularning eng mashhur vakili Ino Yamanaka. Va bundan tashqari juda ham ko'p Yamanakalar bo'lgan, lekin animeda bizga faqat Ino ismli Yamanaka klani jangsiz ko'rsatiladi. Ino Shikacho jamoasi. Naruto tarixida yana bir qiziq an'ana bor. Nara, Akimichi va Yamanaka klanlari ko'p yillardan beri bir jamoa bo'lib ishlashardi. Bu uchlik Ino Shikacho kombinatsiyasi deb ataldi. Masalan, Nara dushmanni ushlab turadi, Yamanaka ongni nazorat qiladi, Akimichi kuch bilan zarba beradi. Ularning qobiliyatlari bir-birini to'ldirib, juda ham kuchli jang kombinatsiyasini yaratadi. Video mana shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Neko bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.